Bunun bilan siz asosiy vaqtingizni tejaysiz. Bitta muammo bor, ostatka. Siz shuni lokatsion ustiga bossasiz, to'g'ri do'konga ketasiz. Zoomerlar bor, milleniallar bor. Siz izlagan narsani topa olmasligingiz mumkin emas. Va aksiyalarni bir joyda yig'gan Do'koni o'sha yerda borligini bilmasligi mumkin. Qo'lim bilan ushlab, keyin xarid qiladigan odam. tadbirkorlarni bor tovarlarini ko'rsata oladi. Aka o'zi 5 so'm-ku. Nimaki qilsa, mijozni rozi qilib qilaverganmiz. Kimdir qachondir tushuntirish kerak edi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mumkin kompaniyasi tadbirkorlarga xizmat ko'rsatishi hamda biznes ekotizimida o'rni haqida bugun gaplashamiz. Bu yerda Mumkin kompaniyasi rahbari Jasurbek Hakimov, Mumkin kompaniyasi media menejeri Farruh aka o'tiribdilar. Shuningdek, 18 yillik savdo-sotuv bo'yicha ekspertimiz Alisher Rustamov ham borlar. Vaqtni tejash uchun savollarga o'tamiz. Jasur aka, Mumkin o'zi nima? Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Ismim Jasurbek, tanishtirganlaridek, Mumkin asoschisi. Mumkin bu chegirma va aksiyalarni bir joyda yig'gan bu agregator hisoblanadi, ya'ni ekosistema. Biza insonlarga chegirma qidirish odobini va chegirma qidirish tartibotini o'rgatmoqchimiz va biznes egalariga bo'lsa chegirmalarini to'g'ri auditoriya bo'yicha yo'naltirishni maqsad qilganmiz. Farruh aka, nega nomi Mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Mumkin bizni qonunda taqiqlanmagan va biz uchun halol bo'lgan barcha mahsulot va xizmat turlarini topish mumkin. Juda zo'r. Mumkinda siz izlagan narsani topa olmasligingiz mumkin emas. Qisqa qilib aytganda, mumkindan foydalangan odamlar ham vaqtini, ham pulini, ham asabini saqlashi mumkin. Kamroq vaqt sarflab, ko'proq natija olishi mumkin. Eng sifatli mahsulotlarni eng hamyonbop narxlarda topishi mumkin. Shu nuqtai nazardan mumkin deb nomlaganmiz. Tushunarli, juda ham chiroyli javob bo'ldi. Aziz do'stlar, endi mutaxassisimiz Alisher Rustamovga yuzlanamiz. Alisher aka, bu platforma tadbirkorlarga nima beradi? Juda qiziq savol berdingiz, chunki o'zi tadbirkorlarga nima kerak? Hozir ruschada aytganda поддержка kerak, o'zbekchada aytganda qo'llab-quvvatlash, inglizchada aytganda support kerak. Support o'sha qo'llab-quvvatlash degani har xil SMM kompaniyalarga murojaat etishadi, 4000, 5000 dollarlab sarflashadi, rezultat bormi yoki yo'qmi hech kim bilmaydi. Bu loyiha bo'lsa, aksincha rezultat bo'lmasa, hech qanaqa sizdan deyarli badali ham yo'q, menimcha. Ikkinchi narsa, bu yoqda deyarli har bir tadbirkorda bitta muammo bor, ostatka, qoldiqlar muammosi. Ayniqsa mana kim kechaydi, mana kimdir yaxshi anaqa ko'm-ko'rang custom shim olib keldi, lekin uni 60 razmeri va 46 razmeri qolib ketdi. Yoki juda ko'p poyabzallar olib keldi, poyabzallar sotilmay qolib ketdi. Oqibatida u qayerdadir e'lon beradi, Instagramda qo'yishi mumkin, yana boshqa joyda qanaqadir darajada savdo bo'ladi, lekin o'zini qo'shnisi, shundoq qo'shnisi, do'mma tepasidagi odam uni do'koni o'sha yerda borligini bilmasligi mumkin. Bu loyihada bo'lsa o'zini ilovasi ham bor. Ilovasi orqali deyarli har bir inson ichiga kirib, o'zini yonida nima aksiyalar ketayotganini ko'ra oladi. Masalan, menga kostyum kerak deyapti yoki bolamga sentyabr kelyapti, popga kerak deganda, ana o'sha narsa shunda uyni tagidaligi chiqib keladi va u narsani hamyonbop maxsus taklifda xarid qilish imkoniyati bo'ladi. Shunda tadbirkorga meni nuqtai nazarimdan ostatka mollarini kamaytirishda yordam beradi birinchi navbatda. Tushunarli. Juda ham zo'r platforma ekan. Jasur aka, bu platformani OLX, Yandex, Zoom shunga o'xshagan ilovalardan nima farqi bor? Savol juda ham qiziq. Chunki Yandex, Zoom bularni gapirgan paytimizda hamma tushunadiki, bu yerda hamma narsani topishimiz mumkin deb. Lekin bu platformalar asosan e-commerce hisoblanadi, ya'ni o'zlarining omborlaridan yoki tadbirkorlarning omboridan sotuv uchun to'g'ridan-to'g'ri sotib beradi. Bu yerda ham tadbirkorlarni bor tovarlarini ko'rsata oladi, lekin degan joy bor. Hozirda bizada biznes egalarida shunaqangi bir og'riqli nuqta borki, qaysiki ular chegirma qo'yadida, lekin o'sha chegirma to'g'ri auditoriyaga boryaptimi?
ya'ni bu Uzumda bo'ladimi yoki aytaylik Yandexda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u auditoriya to'g'rimi? Ya'ni u yerda именно ya'ni ta'kidlab aytadigan bo'lsak, shu berayotgan chegirmasi to'g'ri auditoriyaga va to'g'ri nuqtaga yetib boryaptimi? Bu juda ham hozir og'riqli nuqta. Mumkin mana shu og'riqli nuqtani yechib beradi. Ya'ni biz e-commerce emasmiz. Biz Uzum, Yandexga o'xshab biz tovarni sotmaymiz, lekin biz tadbirkorni eng og'riqli nuqtasini yechib beramiz va bu Uzum va Yandexni bilan birgalikda tadbirkorni qisqa qilib aytganda to'liq bir muammosini yechib beramiz degan bir javob aytsam bo'ladi sizga. Juda qiziq. Jasur aka, yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman-da mana shu yerda. Chunki endi mijozlar bilan ishlayotganda ko'pincha bu onlayn bozormi ham deb qolishdi. Endi sotuv bo'limiga qarayotgan paytimizda shunda o'zi nima farqi bor degan savollarga ham kelib chiqdi-da. O'zi platformalardan asosiy bir farqi, birinchidan platformaga siz tovar berishingiz kerak, omborda turishi kerak, keyin sotuv bo'lgandan keyin pulni qanchadir muddat kutiladi, u puli aylanadimi, nima bo'ladi biz bilmaymiz, mayli, barakasini bersin. Va shu yoqda tovarni berdingiz, keyin yetkazib berishi bor, tovarni ostatkasini ularni omboridan olish degan narsalar bor. Menimcha bu platformada, o'sha e-commerce platformasi odam o'zi uchun sayt yaratib o'tirishi kerak emasdi. Bu ularga bitta onlayn do'konni arendasi deb ham tushuntirib berdik mijozlarga va bu narsa yoqyapti. Onlayn do'konmi deyapti. O'zimni do'konim bo'lar ekanda deyapti. Farqi deyapmiz, mijoz u yoqdan xarid qilmaydi, sizga boradi deyapmiz. Menga borishi unda yaxshi emas u dedi bittasi. Xo'p, yaxshi emas. Endi qarang, sizga mijoz kelsa, u yoqda bitta chelak sotyapti onlayndan. Arzimagan 70 mingga. Yoningizga kelsa-chi, unga shotka sota olasiz. Unga chelakga qo'shib kichkinarog'ini sotasiz, tuya sotasiz, unga qum sotasiz, boshqani sotasiz. Unda zo'r ekan deb qoldi. Yoqda bitta narsa sotilar ekan, bu yoqda bo'lsa, sizlar bizga olib kelib berar ekansizlar deb o'zini fikrini o'zgartirib, keyin platformaga obuna bo'ldi o'zi. Ya'ni shartnoma tuzdi. Shunday, juda ham to'g'ri aytyapsiz, Alisher aka. Va qo'shimcha qilib aytganimda, siz hozir mana biznes tomonlama tushuntirib berdingiz. Ben endi xalqimizga qanaqa foydasi bor? Именно mana shu Uzum, Yandexlar bilan farqli ravishda degan bo'lsak, masalan, aytaylik, nimadir produkt qidiryapmiz. Bu narsani Yandexga kirishimiz kerak, qidirib topishimiz kerak. Undan keyin Uzumga kirishimiz kerak, qidirib topishimiz kerak. Undan keyin ana shu aytaylik produktni sotadigan distribyutorlarni o'zlarini saytlarini qidirishimiz kerak. Uning uchun o'sha sun'iy intellektlarni ishlatamizmi yoki aytaylik qanaqadir bir boshqa platformalar ishlatamizmi? Bu uchun bizning vaqtimiz juda ko'p ketadi. Juda ham ko'p ketadi va mumkinna asosiy maqsadi shundaki, siz chegirma aksiya qidiryapsizmi yoki qanaqadir produkt qidiryapsizmi? Bitta mumkinga kiring, qidiring, hammasini toping. Uzumdan nechi pul, Yandexdan nechi pul, qancha chegirma olyapsiz va eng asosiysi xuddi siz aytgan tema, ya'ni mavzu shunday iboratki, Alisher aka, siz uni eng yaqin joydan qidira olasiz. Sizga eng yaqin joyni ko'rsatib beradi va eng muhim va eng katta chegirmani ko'rsatib beradi mumkin. Bu bilan siz asosiy vaqtingizni tejaysiz. Hozir mana hammamizda vaqt muammo. Endi bu juda katta boyligimiz. Hozir hisob kitob qiladigan bo'lsak, siz borib har bitta platformadan qidirib yoki tele bozorlardan borib qidirib o'tirgandan ko'ra, mumkinga kirasiz, produktingizni qidirasiz, sizga lokatsiya bo'yicha eng yaqin joydan qidirasiz va eng katta chegirmani olib ketasiz. Vaziyat, men o'zim ham baribir milleniallar deydimi, o'zi auditoriya bor-ku, zoomerlar bor, milleniallar bor, gamerlar bor, ish qilib, zoomerlar ko'proq shu onlayn sotuvlar, kamroq interaction, ya'ni mijoz bilan, biznesmen bilan gaplashmaydi-da. Endi baribir puldor auditoriya bu milleniallarda, oilasi bor, mashinasi bor, yaxshi ishi bor, toparman, tutarman bo'ladi. Lekin bitta anaqasi borki, ularni qiziq qismi bu odamlar tovarni ko'rib olgisi kelar ekanda. Baribir ko'rib olgisi degani surat kifoya emas ekanda. Onlayn kiradi, meni o'zimda ham bo'ladi. Mana haqiqatni aytaman. Amazonlar bor, bir nima platformalar butun dunyoda bor. Sotib olishingizdan oldincha o'ylaysiz-da, menga yetib kelarmikin deysiz. Men istagan rangda bo'larmikin, o'zi haqiqatda men istagan razmer bo'larmikin, o'zi materialni men xohlaganda kelib chiqadimi degan savollar ko'p qiynayar ekan. O'shaning uchun ham menimcha mumkinni bitta yana yaxshi plus tomoni iste'molchini biznesmenga yo'naltiradi, joyiga tovar ushab, kerak bo'lsa tatib ko'rib, kiyib ko'rib,
hajmini bilib, to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi bilib olish imkoniyatini yaratib berar ekanda. Mana mumkinda xarita bo'limi borda. Xarita bo'limiga kirsangiz, sizni yaqiningizda turgan fast food bormi, kafe bormi, restoran bormi, kiyim-kechak bormi, nima savdo sotiq qilish imkoniyati bo'lgan shoxobchalar mumkin bilan hamkorlik qilayotgan. O'shalar tepasida bunday ana fishkacha chiqadida necha foiz chegirma berganligi ko'rinib turadi. Bunday kirsangiz, misol uchun Evs turibdi-da, uni pastda Evs brendi turadi, tayoqcha turadi, ustida foiz turadi. 25%, 30%. Injiniyam turadi, misol uchun siz Samarqand darvozadasiz, Qoratoshda injiniyam turadi, fishka chiqadi, tepasida misol uchun 40% chegirma. Siz ko'rasiz, o'sha biz mumkin bilan hamkorlik qilayotgan brendlarni, tadbirkorlarni savdo do'konlarida yo xizmat ko'rsatishlarida qanchadan chegirma ketayotganini. Xohlasangiz sizga pidjak kerak, pidjak deb yozasiz, shim kerak, shim deb yozasiz, ko'ylak kerak, ko'ylak deb yozasiz. Misol uchun oddiy misol, kolbasa va go'sht mahsulotlari kerak sizga. Kolbasa deb yozsangiz, sizga qayerdan necha foizlik chegirma ketayotganini hammasini ko'rsatib beradi. Endi siz o'sha mahsulot ustiga bossangiz, siz do'konga kirasiz, do'konda ijtimoiy tarmog'i, Telegram kanali, telefon raqami, ish vaqti, hattoki lokatsiyasigacha bor. Siz shuni lokatsiyani ustiga bossangiz, to'g'ri do'konga ketasiz. Xohlasangiz telefon qilib bog'lanasiz, shu mahsulot bormi yo'qmi? O'zi ilovaga joylanishdan oldin va media borib yoritishdan oldin do'kon bilan gaplashiladi. Mahsuloti tegi qanaqa? Bormi bu mahsulotingiz? Boy Alisher akam aytib o'tdilar, Astatka. Yo'q, biz bilan hamkorlik qilayotganlar faqat Astatka emas. To'g'ri, kimdir Astatkasini sotishda dalda bo'layapmiz, turtki bo'layapmiz, lekin yangi mahsulot olib kelyapti. Mumkin bilan hamkorlik qilib, auditoriyaga, xaridorga tezroq yetkazib berishni xohlayapti. Biz aytamiz, necha kunga yetkazasiz aka? Bir haftaga yetkazamiz. Biz 5 kunga joylab beramiz. Juda zo'r. Sababi 3 kunda tugatib qo'yganlari bo'ldi. Shunaqa o'tsiflar bo'lgan, ani arxivlab turishda iloji bormi, olib turishda iloji bormi? Nimaga? Birinchi omborimizda qolmadi, ikkinchi ombor uzoqroqdi, olib kelib olaylik, keyin yana ochib berasizlar degan paytlar bo'ldi. Farruh aka, bunga qanaqa tadbirkorlar uchun hujjatlar kerakmi yoki muayyan bir to'lovi bormi? Shu to'g'risida gapirsangiz, qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Tadbirkordan o'zi qonuniy faoliyat yuritayotganligi to'g'risida hujjatlar talab qilinadi. Bizga hech qanaqa qo'shimcha hujjatlar kerak emas. Bizni o'zimizning talablarimiz bor va uni taqdim qilamiz. U hamkor bilan o'zaro kelishuvga erishiladi. U ham qonunda belgilangan tartiblarda. Mahsulot sifati, mahsulot muddati va yolg'on chegirma va aksiya emasligi, shunaqa tadbirkorlar ba'zi birlari borki, chegirma deb e'lon qilaman deydi, mahsulot o'zi stabil 5 so'mdan sotilgan, lekin mumkin kelishdan bir kun oldin 10 so'mga chiqarilib, keyin mumkin keladigan kunda 50% chegirma deb qo'ygan. Mumkin nima qiladi ekspertlar? O'rganadi. Bu bozorda aslida mahsulot qiymati qancha? Aka, o'zi 5 so'm-ku. Masalan, Sibirda bitta suv, masalan demoqchiman, 10 ming so'm turibdi. Chilonzorda 5 ming so'm turibdi. Sibirda men 50% chegirma e'lon qildi, mana 5 ming so'mdan desa, mumkin qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. Bozordan arzonroq bo'lishi kerak. Lokatsiyasi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Va sifati, muddati, uni nima deydi, kolичествоsi yetarli bo'lishi kerak. Ertaga mumkinga ishonib borgan xaridor mahsulot tugab qoldi degan javobni eshitish kerak emas. Tugayaptimi mahsulot? Mumkinga aloqaga chiqadi, bizning mahsulotimiz tugayapti. Biz o'sha kompaniyada chegirma yangilanguncha mahsulotlarni yopib turamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Boshqa produkt bersa, boshqa produktini joylaymiz, yana obunachilar ko'rib, yana borib xarid qilaveradi. Demak, bu mumkin platformasi tadbirkorlarga nafaqat chegirma bilan, balki yaqin lokatsiya joylashganligi bilan ham afzal deb 100%. Biz shunaqa borib, qaysidir ma'noda ta'bir joiz bo'lsa, reklama qilgan joylarimiz, tavsiya deb qabul qilinglar, e'lon deb qabul qilinglar, yo ta'bir joiz bo'lsa, reklama qilgan joylarimiz biz borib qaytadan o'rganganmiz. Natija qanaqa bo'ldi? Mumkinni ko'rib odamlar qanaqa keldi? Borib o'rganganimizda shunaqa javoblar eshitganmizki, savdo do'koni, juda katta do'kon. Orqasida turadi. Shu do'konni orqasida turadi. Bu do'kon 3 yildan beri faoliyat yuritadi.
lekin shu do'konda shunaqa mahsulot sotilishini bilmaganman deydi. Ha. Misol uchun Ko'kchada deylik, Ko'kchadagi bir do'konni biz reklama qilganmiz. TTZdan, Kadishvadan, Yangi hayotdan, Qoraqamishdan sizlarni ko'rib keldik-da. Sizni ko'rib keldim men. Qayerdan ko'rib keldingiz desa, sizni ko'rib keldim. Xo'p, qayerdan ko'rdingiz? Ya mumkindan ko'rdim deydi. Bizni xursand qiladi. Qisqa qilib aytganimizda, mumkin tadbirkor bilan potensial mijozni hech qanaqa xaridordan manfaat kutmagan holatda siz xaridorsiz, Alisher akam biznes egasi. Sizga biz hech qanaqa ustama to'lovlarsiz, sizdan hech qanaqa foizlar olmagan holatda Alisher akamdan nima mahsulot borligini, qanaqa sifatli mahsulotni qanaqa hamyonbop narxda xarid qilishingiz mumkinligini biz sizga ko'rsatib beramiz. Siz bemalol kelib Alisher akam bilan yana savdolashib, bitta mahsulot kelgan bo'lsangiz 4 ta mahsulot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xohlagancha biznes egasi ham sizga keyin produktini ko'rsatib, bemalol sota oladi. Men shu paytgacha deyarli umuman onlayn xarid qilgan odam emasman. Mani qadriyatim shunaqa. Men mahsulotni ko'zim bilan ko'rib, qo'lim bilan ushlab, keyin xarid qiladigan odamman. To'g'ri, meni misol uchun eng katta qizim onlayn xarid qiladi. Ada falon joyga olib borib keling, nimaga men narsa zakaz qildim dastlabki. Borib olib kelamiz, lekin qizimga ham aytaman, qizim, juda ko'p holatlarda xato chiqadi. Qizim, iloji bo'lsa, menga aytsang, vaqtimga qarab o'zim olib boraman. Bo'lib kiyman, sababi deyarli hamma narsani eng arzon joyini, eng sifatlisini bilaman. Sababi har kun ichida yuraman, o'zim tavsiya qilaman, o'zim reklama qilaman. Obunachilarimiz yozadi-da, sizlarga mazzada nimaga birinchi borasizlar, ana qaynoq chegirmani eng birinchi bo'lib o'zingizlar xarid qilasizlar. To'g'risi, unda bunaqa narxlarda Alisher ko'rib xarid qilmasligingiz iloji yo'q-da. Bugun kelaman, faqat reklama qilaman, ketaman deysiz-ku, lekin ketayotganingizda bagajingiz to'la bo'ladi. Jasur aka, mumkin platformasidan tashqari sizlarda ijtimoiy tarmoqlarda reklama xizmati ham bor ekan. Mijoz nuqtai nazaridan ikki xil biznes hisoblanadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Juda ham qiziq savol. Bu borada biz juda ham ko'p o'ylanganmiz. Ya'ni mumkin paydo bo'lganda biz qaysi yo'nalishdan ketamiz? Media sohasidan ketaylikmi yoki platforma sohasidan ketaylikmi? Hozir O'zbekistonda mana IT davri kirib keldi va bu rivojlanayotgan, juda ham tez rivojlanayotgan sohalardan bittasi bo'lganligi uchun to'g'ri, bu tomonlama biznes egalarini yoki aytaylik o'sha shahar hududida yashovchi xalqimizning tushunchasi juda ham yuqori. Lekin degan joyi bor. Ya'ni bizda shaharlarimiz O'zbekiston Respublikasini oladigan bo'lsak, soniga nisbatan bizda shu aytaylik shahar bo'lmagan hududlarda yashaydigan xalqimiz juda ham ko'p. Va ularni ham bu sistema, ya'ni IT sferasidagi platformalardan foydalanishga, ekosistemalardan foydalanishga yo'naltirishimiz kerak edi. Va buni yo'nalishida biz media sohasini tanladik. Ya'ni media orqali platformani yoritib, unga olib kirish, ya'ni platforma qanaqasi bo'ladi? Ishlatish odobini yoki aytaylik platformadan foydalanish qay tarzda bo'lishi kerak? Bu narsani kimdir qachondir tushuntirish kerak edi va biz bu narsani shu yo'l bilan amalladik va amallab kelyapmiz. Bu ikkalasi bir-birini aytaylik biznes jihatdan oladigan bo'lsak ham yoki aytaylik o'sha aksiyalarni qidirish jihatidan olsak ham, bular asli biza ikki xil yo'nalish deb ayta olmaymiz. Bular bir-birini to'ldiruvchi yo'nalish deb desak bo'ladi. To'g'rimi Farruh aka, siz nima deysiz bu soha bo'yicha? To'g'ri. Boshida gapini noto'g'ri deb bo'ladimi? Men 100% ishonch bilan ayta olaman, inson ham ko'rib, ham eshitsa ishonadi va yaxshi tushunadi. Mumkin mobil ilovasiga kirdi. Masalan, bitta qurilma yo konstavar deylik, kitob turibdi. Buni o'qidi. Ijtimoiy tarmoqlarda, yana mumkinda ijtimoiy tarmoqlarida buni ta'riflab beryapmiz. Ham ko'rdi, ham eshitdi. Bitta kreativ kontent bilan yanada qalbiga deysiz-ku, Alisher aka, siz chuqurroq yetkazish imkoniyati bor.
Yana bizni asosiy maqsadimiz, bizda Mumkinni mobil ilovasi bor. Bunga kirsangiz sizni manzilingiz yanada yaqinroq bo'ladi, mushkulingiz yanada oson bo'ladi deb turib, kimgadir ayttirmaymiz. Biz o'zimiz yaxshi takliflar bilan, yaxshi produktlar bilan taklif berganimizda yig'ilgan obunachilarimizga mobil ilovamiz borligini ham aytamiz. Bu yoqda biz kontent ko'rsatamiz va yanada ko'proq ma'lumot olish uchun mobil ilovaga kiring. Bunda sizga o'sha telefon raqami, ijtimoiy tarmoq lokatsiyalari hammasi bor deb o'zimiz aytaylik degan maqsadda birinchi Instagram qildik. Xudoga shukr, boshlagan kunimiz kompaniya rahbari tomonidan qo'yilgan talablardan juda yuqorilab ketdik. Keyin Jasurbek aytdiki, men ham aytaman, ham o'zgartiraveraman. Endi talab boshqacha bo'ladi. Mana bunaqa talab bo'ladi. Nimaga? Bizi potensialimiz birinchi o'zimizga qo'ygan bahodan yuqoriroq bo'lib chiqdi. Nokamtarlik bo'lmasin. Va o'zimizga qo'ygan talabni yanada kuchliroq qo'yishga o'zimiz majbur bo'ldik. Keyin YouTube ochdik. Juda oz fursatlarda knopkalar oldik, kumush knopka. Hali hech narsa bo'lmadi, lekin yana hozir endi oltinga qarab ketyapmiz. Men shu paytdan foydalanib bizni kuzatayotgan, bizni qo'llab-quvvatlayotgan, ijtimoiy tarmoqlarda bizga ishonch bildirgan, bizga vaqt ajratib bizni qo'llab-quvvatlayotgan yurtdoshlarimizga men ta'zim qilaman. Va shunchalik bizga ishonganinglar uchun rahmat. Bizga ishonmaganda birorta tadbirkorning do'konida savdosi bunchalik oshmasdi. Biz bilan hamkorlik qilayotgan, Mumkin bilan hamkorlik qilayotgan tadbirkorlar bugungi kunda maqtanishga arzigulik qayta murojaat qiladi va hamkorlikda uzoq muddatga hamkorlik qilaylik deb turib taklif beradi. Qo'shimcha qilib aytaman, Farruh akam aytganlaridek, biz hozir shunday auditoriyaga egamizki, biz kutgandan ko'ra biz auditoriyamiz juda ham yuqorilab ketyapti, juda ham tezlashib ketyapti. Borib biza ijtimoiy tarmoqlardan ko'ra mobil ilovamiz, veb saytimizdan foydalanishlar juda ham ko'payapti. Ya'ni hozirgi qiymatda aytadigan bo'lsak, 200 mingtadan oshiq bizda mobil ilovamizni foydalanuvchilari bor. Bu startap sohasi bo'ladimi yoki aytaylik ekosistema qurayotgan qanaqadir o'sha bir boshqa bir yo'nalishlarda ishlayotgan shu sohani tushunadigan insonlardan fikr olsak ham bo'ladiki, qisqa muddatda bu darajadagi 200 mingta oshiqroq ilovani yuklab olishlar soni hali juda ham ko'p bo'lgan startaplarda kuzatilmagan. Biz bu narsani uddala oldik va Farruh akamlarga va o'sha o'zimizning IT bo'limimizga shunaqangi talablar qo'ydikki, biz bundan ko'ra jadallashishimiz kerak, tezlashishimiz kerak degan narsani ham qo'ydik. Shu jumladan men ham ta'zim bilan rahmat deyman. Sababi biz o'sha siz aytganingizdek faqat media orqali emas, bu narsani platforma, ekosistema, ilova, veb-sayt orqali ham ancha yuqori natijalarga erishamiz va buning uchun bizni foydalanuvchilarga katta rahmat aytaman. Bundan keyingilarga nima deymiz? Kiringlar, ko'ringlar, o'zinglar guvohi bo'linglar. Yana bitta qo'shimcha qilib ketdik. Ilovada biz rosa qiziqamizda. Tadbirkorlar mahsulotini joylaydi. Har kuni kirib kuzatamiz. Top degan narsa bor. Hamma joyda uni topga chiqish. Topda mahsulotlar turadi. Biz aytamiz, bugun mana bu do'konda savdosi uchyapti. Nimaga? Kim o'sha mahsulotni ko'proq qiziqsa, ko'proq kuzatsa va ichiga kirsa, shu mahsulotni o'sha mahsulot topga chiqadi. Va bugun top o'zgaribdi, bugun diskontga ketibdi top deymiz. Keyin ertasiga chirinchaga ketibdi deymiz. Kecha Jasurbek aytganlaridek real case deydimi? Sarg'i bola, hammamiz juda yaxshi bilamiz. Jahongir Xo'jayev, yaxshi ukamiz. Shu bilan hamkorlik qildik. Yangi mol ochdilar. Bolajon City Mallmidi? Bolajon City Mall. O'sha joyga borganimizda bundan ko'p bo'lmadi-ya, bir 3 oy oldin ko'rishgandim. Aynan shu loyiha yuzasidan aka qancha bo'ldi foydalanuvchilar soni dedi. 200 mingni oshdi dedim. Aka hazillashmang dedi. 200 mingni oshdi dedim. U birinchi ko'rishganimizda sariq bola pizzani joylagandi ilovaga. Shuni yordamchilarini chaqirib
3 kunning ichida bolajon City Mall'da ham, Gazdagida ham, falonda ham, tugunda ham hammani o'yinchoq ishlab chiqarishlar, hammasini mumkinga ulaylar dedi. Aka, men kutmaganman. 60 ming, maksimum bir 80 ming raqam kutdim sizdan dedi. Shuni ochib ko'rsatdim, 200 mingdan oshdi dedim. Juda ajoyib. Aka, mumkin uchun alohida set qilib beraman dedi. Mumkin uchun, mumkin foydalanuvchilar uchun faqat mumkinni mobil ilovasiga qo'yamiz dedi. Sarabola pizzada ham men alohida set qilib beraman aka dedi. Tadbirkorlar qiziqyapti va foydalanyapti. Qaysidir ma'noda manfaat ko'ryapti. Biz asosiy maqsadimiz shu bo'lgan, ham tadbirkor foydalansin, ham mijoz eng sifatli bo'lgan mahsulotni, halol bo'lgan mahsulotni hamyonbop narxda oson topa olsin. Juda ham ajoyib javoblar bo'ldi. Rahmat kattakon. Qizg'in suhbat bo'lyapti. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu mumkin platformasi turgan bitgani tadbirkorlarga foyda ekan. Endi buni mehri qanday bo'lyapti? Bu savolga men javob bersam to'g'riroq bo'ladi menimcha. Hashir aka, keyin sizdan bir o'zingizni fikringizni chuqurroq olamiz. Men haligi nima deydi, bir O'zbekistondagi va o'zbeklarni bir ajoyib bir gapi bor. Mehrni ko'rganda deydi-ku. Mumkin ham xuddi shunday. Ya'ni har bitta biznes egalari yaxshi biladi. Mana customer acquisition cost deydi. Ya'ni mijozni sizni do'koningizgacha olib keladigan qiymati bor. Ya'ni xarajati bor. Ana shu xarajatni biz biznes egalaridan olmasdan turib o'zimiz yaratib beramiz va biznes egalari bu sotuvni qilgandan keyin va ana shu do'koniga biz ham mijozlarni yetkazib olib borib berganimizdan keyin to'lab beriladi. Bu bo'yicha endi Alisher akamdan fikr olganlarimiz menimcha ancha yaxshi bo'ladi. Alisher aka, siz bu narsani chuqurroq bir tushuntirib bersangiz, yoritib bersangiz xursand bo'lardim. Demak, bu platforma tadbirkorlarga mehr beradi, keyin esa mehr kutadi. Shunday. Jasur aka, Alisher akaga o'tishdan avval yana bir savol keladi. Tadbirkor mumkindan kelayotgan mehrni qanday o'lchaydi? Juda ajoyib savol bo'ldi. Auditoriyamizga avval shu mehr degan bir so'zimizni biznes tilida ochib bersak, bu manfaat, foyda. Qisqa lo'nda aytadigan bo'lsak shunday. Avval mumkin mehrni, ya'ni shu foydani beradi. Buni va o'lchovini qanday qilamiz? Bu o'lchovlar bo'yicha bizning mobil ilova-larimizda, veb-saytlarimizda IT yechimlarini berganmiz va bu bilan birgalikda biz cashback sistemasini yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni tadbirkorga borgan har bitta aytaylik o'sha sotib oluvchi o'zi tadbirkordan olgan QR kodli o'sha chekimizni olgandan keyin bizning sistemamiz orqali u narsani skan qiladi va bu narsani IT yechimi orqali ham biznes egasi ham mumkin ko'ra oladi. Va bu orqali har bitta mijoz o'zi sotib olgan o'sha aytaylik produktdan yana qo'shimchasiga pul qaytarib oladi. Bu degani biz birinchidan aksiyada va chegirmada tovarni, produktni ko'rsatyapmiz. Undan keyin ana shu sotib olgan produkt uchun yana pul qaytarib beryapmiz klientimiz uchun. Ya'ni sotib oluvchi uchun biz 2-3 barobar ko'proq manfaat va foyda beryapmiz. Jasur aka, to'xtang. Bu biz magazinlarga kirganimizda soliqdan QR kod qilinadigan shu cheklarda, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni ana shu bitta chek orqali siz soliqdan 1% olasiz. Bu hamma biladi hozir. Chunki biz oilamizda hech bo'lmaganda 4-5 inson shu o'rindan foydalanadi. Xuddi shu kabi bizning mijozlarimiz soliqdan ko'ra ko'proq foizlarni, aytaylik 2% dan boshlab u yog'i 15% gacha bo'lgan yana qo'shimcha pullar oladi. Va eng qizig'i bu haligi loyal card deydi, ya'ni loyalness uchun beriladigan kartalar emas, bu sizni cho'ntagingizga kelib tushadi, ya'ni o'zingizni kartangizga kelib tushadigan summa bo'ladi. Masalan, o'sha soliqdan siz 1% oldingiz, oyi oxirida 25-sanasida buni kartangizga tushirib olsangiz bo'ladi. Soliqdan tasdiqlangandan keyin, to'g'rimi? Bizda esa har haftada siz borib sotib olgan do'konlaringizdan olgan ana shu cashbackingizni to'g'ridan-to'g'ri kartangizga tushirib ola olasiz. Xohlagan maqsadingizda foydalansangiz bo'ladi uni. Shunday, soliqdan 1% olyapsiz.
mumkindan 2% dan boshlab 15% gacha olyapsiz. Masalan 10 million so'mlik tovar sotib oldim. Bundan demak 50 ming so'm olsam bo'ladi, to'g'rimi? Minimum hisoblaydigan bo'lsak agar 20 ming so'm, maksimum hisoblaydigan bo'lsak 150 ming so'mgacha bo'lgan pulni shu oralig'idagi summani do'konlarni mijozlariga berayotgan o'sha mehriga qarab, yana aytamiz, manfaatiga qarab har bitta do'kon o'zlarini klientlari uchun beradigan foizlarga qarab turib qaytarib olsa bo'ladi. To'g'ri. Juda zo'r, juda ajoyib. Jasur aka, endi mijozlar uchun qandaydir kartochka bo'ladimi, накопительный deymiz. Bu qanday tartibda bo'ladi? Yo'q, buni yechimi juda ham oddiy. Bu sizni telefoningizda oddiy bitta ilova orqali hal bo'ladigan narsa. Ya'ni mumkin ilovasini o'zizni telefoningizga o'rnatib olasiz. Registratsiya qismi bor. Bu registratsiya qismidan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin u yerda hammasi ketma-ketligi bilan tushuntirib berilgan. U yerda faqat sizdan bitta ilova talab qilinadi, bo'ldi. Ajoyib do'stlar, bu ilova orqali siz barcha ishingizni bitira olarkansiz. Faqatgina qo'lingizda telefon bo'lsa bas. Jasur aka, endi Alisher akaga o'tamiz. Albatta. Alisher aka, bu savolga sizdan javob olishga harakat qilamiz. Bu mumkin kompaniyasini hamkorlari asosan gigant kompaniyalarmi yokida endi ishini boshlayotgan tadbirkorlar ham bo'ladimi? Xo'p, biza e'lon berganimizda, masalan, SMM komandamiz, o'zimizni mana marketing, ijodiy komandamiz, mana Farruh akalar bilan bir tadbirkorlarga chiqamiz deganimizda, katta kompaniyalar ham bor, o'rta shaklli kompaniyalar ham bor va kichik YTTlar ham bor orasida. Masalan, yaqinda bir chiqqan mijozimizni aytaman, pardachi ekanlar o'zlari, parda tikar ekanlar, uylarda tikar ekanlar. Orada biz doim savol beramizda, bu skript qo'yganmiz, gaplashilayotganda, masalan, assalomu alaykum, mumkin kompaniyasidan chiqyotgandik, ismim Alisher bo'ladi. Bizga shu qiziqish bildirgan ekansiz, o'zingizni tovaringizni joylayman deb. Shu masalada Iroda opa bilan suhbatlashyapmizmi? Ha, menman deb qoldilar. Iroda opa, tuzimisiz, charchamayapsizmi? Yo, mulozamat qilindi. Keyin bitta sekretli savolimiz bor, tadbirkorni o'lchab olish uchun. O'zi sizda parda biznesi ekan, aytsa, ha, shogirdlardan qancha deymiz. Shogirdlardan shu hozircha 2 dona deyaptilar. O'zim qo'limda ishlashyapti deyapti. Alloh xayrli qilsin, shu 2 shogird ham o'zini atelyesini ochsin, Xudo xolasa, hammanglarni rizqinglarni Alloh barakasini bersin deb gapni boshlasa, yo o'zi bizaniki katta deyapti, ob'yomimiz deyapti. U shogird degani bular yana o'ziga rostdan ham atelye qiladiganlar deb qoldilar. Endi mana shu o'ziga atelye qiladiganlar ham mumkinga o'zini tovarini joylasa bo'ladi. Yagona sharti bor. Yo mijozga cashback berish kerak. Cashback degani, masalan, mana fix narx ham bo'lsin, bozorbob narx bo'lsin, faqat bozorbob, primoy поставщикka o'zidan bo'lsin. Men o'zim ishlab chiqaruvchi zavod narxida beryapman degan gap aytolsin, kafolatlansin, bu bozor bilan bir xil bo'lmasin, ana bozorga ham tarqatdi, o'zidan olsa ham shu narx bo'lib qolmasin-da. Primoy zavodning narxi, fabrikaning narxi, sexi narxi bo'lsin-da va undan yana cashback berishga rozi bo'lsin. Masalan, kamida menimcha hozir bir 5% ham qilib qo'ysak bo'ladi-da ularga. Endi chunki buni mumkin kompaniyasi deyarli o'ziga olmaydi uni. Ko'pini mijozni o'ziga berib yuboradi. Nimaga? Chunki mana juda ko'p oilalarni ko'ramizda. Oilalarda ko'pincha kelinlar, ya'ni uy bekalari eri kartochkasini bersa, kartochkasidan to'laydi yoki naqdini to'laydi, o'zini telefoniga QR'ni o'tkazib oladi. Biza erkaklar uncha u narsaga qiziqmaymiz, ba'zan uyalamiz ham, mana endi kim insim deb bunaqa qiladimi deb. Lekin ayollar uyalmaydi. Keyin ba'zida ana benzinga kartadan pul to'lab yuborish kerak edi. Qarasam kartada pul bor ekan. Nimadan yig'ildi bu desam, shu QR kodlardan yig'ildi deydi. Endi mumkin ham shunaqa imkoniyatni beradi. Lekin uni QR kodidan tushgan summalar bu soliqdan ko'ra bir necha karra baravar katta. O'ylang, ikkitali odam manfaat ko'rsa bo'ladi. Ham sotib olganingizda soliqdan pul olasiz. Ham mumkin kompaniyasidan ham sizga cashback bo'ladi va bu cashback platformani ichida ishlatish uchun emas. Xolasangiz ichida ishlating, xolasangiz o'zingizga naqd qilib tushirib oling. Ya'ni gapni xulosasini qiladigan bo'lsak, gigant kompaniyalar bilan ham ishlaymiz, o'rta hajmli kompaniyalar, endi boshlagan YTTchilar, oilaviy kompaniyalar, ular bilan ham bemalol ishlasak bo'ladi. Yagona sharti o'sha Jasurbek akalar, Farruh akalar aytgandek, maxsus taklifi bo'lishi kerak. Maxsus taklifi. Ya'ni 100 ming deb turib, keyin
biza borganimizda 200 ming minus 50% qilib qo'ymasinda, ya'ni 100 mingmi, bo'ldi 100 ming bozorni tekshirdik, o'rtacha narxidan pastroq chiqyaptimi, 10 so'mga arzonroq chiqyaptimi bozor narxidan, bizni obunachilarga, bizni ilova foydalanuvchilarga shu narsa manfaat olib kelyaptimi, buni biz qo'yamiz, joylaymiz. Va joylash etilganda birinchi biz mehr ko'rsatar ekanmiz, ya'ni joylash, tovarni joylash mutlaq bepul. Mutlaq bepul. Mutlaq. Rahmat. Bu savollarga aniq va lo'nda javobni oldik sizdan. Farruh aka, endi sizga o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik tadbirkorlar SMMni o'zi yurgizadi. Aytishadi, mana ko'p prosmotr bo'ldi, lekin so'rasak savdo bo'lmagan bo'ladi. Mana sizda ham media komandangiz bor ekan. Shunda Farruh aka, tadbirkorni o'zi yurgizgani yaxshimi yoki-da sizlarni xizmatingizdan foydalangani yaxshimi? Endi menimcha hamma meni xizmatimdan foydalangani yaxshi deb javob beradi. Lekin asos bo'lish kerak. Asos nimadaki? Men hech kimga siz media jamoa yurgizmang, SMM jamoadan foydalanmang deya olmayman. Lekin biz ustun tomonimiz va maqtansa arzigulik tomonimiz borki, qarang. Hamma blogerlar o'zimiz do'stlarimiz, yaqinlarimiz, lekin siz ishdan charchab keldingiz. Kontent ko'rasiz, ibratli video ko'rasiz, yoki kimdir vayn ko'radi. Ko'ngilochar kontentlar tomosha qiladi. Bizi auditoriyamiz vayndan, ibratli videolardan, kontentlardan yig'ilgan obunachilar emas. Xarid qilish qobiliyatiga bo'lgan, xarid qilish qobiliyatiga ega bo'lgan va chegirma aksiyalarni kutadigan, hamyonbop narxlar chiqsa, hamyonbop narxlarni taklif qilsangiz, xarid qilishga tayyor bo'lgan 800 mingdan ortiq obunachimiz bor. Endi shunaqa gaplar eshitganmizki, zo'r ibratli kontent ko'rasiz, lekin ichida reklama chiqib qolsa, reklama ekan-ku, shunga ham reklama qo'yibdi-da deydi. Bizni obunachilarimiz qachon reklama qo'yasizlar? Qachon yangi taklif berasizlar? Qachon bir sifatli mahsulotga hamyonbop narxlarni qachon aytasizlar? Bir kun biz yangi reklama taklif qilmasak, yangi produkt, yangi mahsulot, yangi chegirma taklif qilmasak, direktga yozishni boshlaydi. Ertaga qayerga borasizlar? Bugun nimaga syomkaga chiqmadinglar? Bugun nimaga ilovaga yangi produkt joylanmadi? Biz misol uchun e'lon qilamiz. Mumkin mobil ilovasidan aktiv faol bo'lib turinglar. Biz falon joyga ketyapmiz. Ilovaga bugun yangi mahsulotlar joylaymiz, yangi chegirmalar joylaymiz deymiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra texnik ulgurmaganligimiz uchun qolib ketsa, o'sha kuni uyqu bo'lmaydi. Call centerga telefon qiladi odamlar. Nimaga bugun media komanda misol uchun Alisher akam do'koniga ketayotgandi. Nimaga mahsulotini joylamadinglar? Nimaga aldadinglar deydi. Voy, obunachilar ham sodiq insonlardan ekan-da. Obunachilarimiz nastart turadi. Biz e'lon qilib qo'ydik bir kun. Istoriyada bugun biz falon joyga syomkaga ketyapmiz desak, bizdan oldin 100 ga yaqin obunachi bor. Voy. Men bir joyda Chinnichi hozir bozor bo'ldi. Chig'atoy savdo markazida Chinnichi do'konida mumkin mobil ilovasini yuklab olganlar bormi desam, Chinnichidagi 80% odam yuklab olganda. Sovg'a beraman deb qo'yibman-da men. Mumkin mobil ilovasini yuklaganlar bormi deganman. Men sizlarga sovg'am bor desam, 80% odam shunday telefonni ko'targan, bor deb. Lavz berganmiz. Biz nima uchun maqtana olamiz? Yurgizmasin emas, har bitta tadbirkor SMM jamoasini yurgizsin, yaxshi foyda ko'rsin, lekin biz maqtana oladigan tomonimiz bizni obunachilarimiz juda sodiq, xarid qobiliyatiga ega va chegirma aksiyalarda, hamyonbop narxlarda sifatli mahsulotlarni kutib turadigan obunachilar. Endi tasavvur qiling, 800 ming deb turib bong uryapmiz, lekin siz do'koningizga biz o'shandan 1% ni olib boraylik. 1% borib sizdan xarid qilsin, mahsulot yetkazib bera olasiz. 8 mingta odam. U tasavvur qila olmasligingiz mumkin, lekin do'konchini o'zi do'konga sig'may qolgan kunlarni biz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Biz shunaqa baxtli jamoamiz, shunaqa baxtli kompaniyamiz. Borib o'rganishlar paytida u do'konchilarning o'zi, aka, shunaqaligini aytmadingiz-ku menga.
bunchalik bo'lib ketishini bilmagandim. Shu darajada bo'lishini bilganimda men shunga qarab harakat qilardim. Mahsulot yetkazib bera olmayapman. Men qo'shimcha sotuvchi olardim, yordam kuchi olardim deb ana xursand, lekin qaysidir ma'noda uniki ham to'g'ri, ogohlantirishingiz kerak edi, aka. Mani natijam, bizni effektimiz, mumkinda effekti shu darajada ekanligini ogohlantirganingizda, men bu ukamni chaqirardim, singlimni chaqirardim, katta farzandimni chaqirardim yordamga. Hech bo'lmasa mahsulot taxlab turardi deyapti. Shunaqa o'tsiflarimiz bor. Juda zo'r. Yangi ochilgan o'zimiz realniy case. Bir ombor. Mahsulot juda ko'p. O'zi ulgurji sotishni xohladi. Shu omborni podvalida vitrina deydimi? Polkalar qilgan. Bizni ilovaga joyladi va media xizmatidan foydalanmoqchi bo'ldi-da, biz borib orqa fon deymiz, yaxshi bo'lish uchun mahsulotlarni o'zimiz taxlashdik. Uni orqa chiroyli bo'lib tursin fon deb. Postini qo'ydik, ilovaga joyladik. Ertangi kuni borsak, Odam to'rib ketgan. hali hech kim ko'rib o'rganmagan, u oldin savdo qilmagan umuman. Lekin odam shu darajada ko'chada mashinalar taxlanib turibdi. Borsak, mumkin keldi. Yana narxlar tushirasizlarmi? Yana chegirma e'lon qilasizlarmi? Yana hamyonbop narxlar tavsiya qilasizlarmi? Shunaqa do'konlarga borganmiz, xarid qilib bo'lgan mahsulot. Kassada turibdi, to'lash kerak. Biz yangi hamyonbop narxlarni e'lon qilish uchun boryapmiz. Shunda kirib borsak, mumkin keldi deydi, to'lamay turadi. Hozir narxlarni qaysini men olgan narsamni narxini tushirasizmi, keyin to'layman. Keyin tadbirkor borganimizda mumkin e'lon qilgan narxlar ertadan amal qiladi. Sizlar bemalol to'laveringlar deydigan odat chiqargan. Yo'q, ko'ngillar bo'lmanglar, sizlar to'laveringlar. Bugungi e'lon qilinadigan narsa ertadan amal qiladi. Bo'lmasa ertaga kelamiz deb qo'yadi. Bu zo'r. Men nima demoqchiman? Hamma o'zi SMM xizmatidan foydalansin. Lekin mumkinda maqtanadigani bizda potensial chegirmaga, aksiyaga sifatli mahsulotlarni hamyonbop narxda xarid qilishga tayyor bo'lgan obunachilar. Maqsadli auditoriya. Tushunarli. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsak, tadbirkorlar o'zini o'zini sohasida ijtimoiy tarmoqlarni o'zi yurgazgani ma'qul, lekin aksiyalar yokida chegirmalar bo'lsa, sizlarning xizmatingizdan foydalangani ma'qulroq. Albatta. Hamma tadbirkorlarga men qo'rqmay ayta olaman, aksiya, chegirma, maxsus taklifingiz bo'lsa, mumkinga murojaat qiling. Biz sizga maqsadli auditoriyani yo'naltirib bera olamiz. Farruh aka, endi tangani ikki tomoni bo'ladi. Shunga bir savol tug'iladi. Sizga reklamalar tushsa, o'xshamagan reklamalar ham bo'lganmi? Endi o'xshamagan reklama desak noto'g'ri bo'ladi-yu. Natija yaxshi bo'lmagan holatlar bo'lganmi degan savolingizga Alisher akam javob bergani va uni sabablarini keltirib o'tgani yaxshiroq. Marhamat Alisher aka. Xo'p, birinchidan har doim lidlar bilan o'lchanadi. O'zi lidlar degani bu o'sha mahsulotga haqiqatda qiziqqan mijozlar, ya'ni bozorni qancha chuqurligi bo'lsa, shu aksiyaga qiziqqan mijozlar o'zi mumkinda bor. Bular chiqdi. Ko'pincha biznes egasida bunaqa bo'ladi. Mijozlar yozgan bo'ladi, ijtimoiy tarmog'ida to'lib ketgan bo'ladi. Nima deb yozishadi ular? Nech pul desa, shu 750 ming deb yozib qo'yadi, bo'ldi. Qatga chiqazib yuboringlar, lokatsiyani tashlab beringlarmi? Siz o'zi qayerdansiz? Yo'q, sizga nechta kerak, qanaqa rangidan kerak degan joylar yo'q. Endi orada 100 tadan bittasida yozib qo'ygan bo'ladi. Qachon olmoqchi edingiz degan. Yozgan u. Bu odam endi kiryapti ijtimoiy tarmoqqa, tadbirkor aksiya tugab bo'lgandan keyin kiryapti, aytyapti, "Avji tugadi" deyapti. Yoki aksiyani o'zi yo'q deyapti. Ya'ni nima demoqchimiz? Mana biron bir reklama berildimi, do'kondagi jamoa ham tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni mijozlarni kutib olib, o'zidan o'zi masalan Farruh aka mijozni sotib ol deb qo'ldan yetaklab majburlamaydilar. Ular odamni olib kelib beradilar. Odamni olib kelib beradilar. To'yga yetadilar odamni. Endi odamga osh uzatish albatta do'konchini yoki biznesmenni o'zini mas'uliyati. Odam turibdi, sig'dirsa bo'ldi. Lekin kelishidan oldin birinchi qo'ng'iroq qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Telefonni qanaqa ko'tarishadi? Ana mijoz telefon qilyapti. Assalomu alaykum. Alo. Tadbirkor. Alo. Ana tovaringlar bor? Bor. Shunaqa. Tadbirkor
Rostdan. Ha, va o'yinlikisida o'zinglar ham telefon qilib ko'ring. Yoki biron bir Instagramdan olib o'zinglar telefon qilib ko'rsanglar ham bilasizlar, biron bir kompaniyalarga telefon qilsanglar, "Alo" deb oladi. Mana do'konga tushdingizmi? Assalomu alaykum, ABC do'koniga tushdingiz. Marhamat, nima savollaringiz bor edi? Marhamat deydi. Uni o'rniga "Alo" deydi. Keyin mana qanaqa tovar bormi desa, "Bor" deydi. Bor. Tugaydi suhbat. Qachon kelasiz? Nomeri chiqdi. Telefon qilmaydi, yo'ldamisiz? Kelolmayotgan bo'lsa, sizga dastlabki qilib yuborishimiz mumkin degan joylar yo'q. Chunki aksar tadbirkorlar olma-pish ozimga tushga o'rganib qolgan va ularda adashuvchan fikr bor. Blogermi, marketologmi yoki menga o'xshagan savdo mutaxassisi, servis mutaxassisimi, ularni savdosini o'zi polda o'tirib qilib berish kerak deb o'ylaydi. Qilib beramiz. Bir o'zimiz nechta mijoz bilan ishla olamiz. To'g'ri. Farruh aka ham ishlaydilar, ba'zida borganlarda mijozlar keladi, mana bu nech pul nimadir, bulardan ogilik bitta o'zlar nechta mijoz abrobotga qila olaylik yoki men bitta o'zim nechta mijoz, u yerda 800 ta mijoz turibdi. Bular abrobotga qilmasa, kassasi ishlamasa, yo karta olmayman deb tursa, masalan, qaysidir biri, yo unim ishlamayapti, bunim ishlamayapti, tovarim yetmay qoldi, yoki adres bermasa mijozga, yoki parkovkasi bo'lmasa, oxirida qarz qo'llab chiqish kerak edi. Shuning uchun bizning savdo bo'limimiz ayni damda mijozni o'ziga bir so'rovnoma beradi. Xodimlaringiz sotuv treyningidan o'tganmi? Xodimlaringizda call centeri bormi telefon qilganda? Ijtimoiy tarmoqda aniq 24/7 o'tiradigan odam bormi? Savollarga javob berib, lokatsiya jo'natib turadigan deb bir checklist qilishyapti va bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Buni endi ommaga chiqadigan video bo'lgani uchun Xayrullo ismli shogirdimiz borlar, bir do'konda aksiya qilishdi. O'sha yerda ertalab kelib, o'zlari briefing o'tkazib ketdilar. Do'stlar, bugun aksiya bo'lyapti sizlarda, reklamasi tushdi, kelishni boshlaydi odamlar. Qanaqa kutib olasizlar? Kim qaysi zonada turadi kutib olish uchun? Kelib olmasdan chiqib ketgan odamlar o'ylab ko'rib solishtirib qilishga barib chiqadi. O'shalarning raqamini olib qo'yasizlarmi? Nima bo'ldi aka? Qachon kelasiz ishga? Kelgan odamlarga tovarlaringiz yetarlimi? Odamlarning o'zi yetarlimi? Mana bu yerda yiqilib tushadigan joylar yo'qmi? deydigan checklist qo'ygan shu Xayrullo ismli shogirdimiz borib mana shu narsalarni qilyapti. Nimagaki biz bilamiz, tadbirkorning hafsalasi faqat Farruh akani o'zi sotib bersin degan. Yo'q, Farruh akani o'zi sotib bering. U sizga mijozlarni yo'naltirib beradi. Faqat do'konga bo'lish shart emas. Ijtimoiy tarmog'ingizga, telefoningizga, telegramingizga, qayerda sizda potensial bo'lsa, o'sha yerga yo'naltirib beradilar. Tushunarli. U yoqda ushab qolish yoki ushab qolmaslik bu tadbirkorning O'ziga bog'liq. o'zini mas'uliyati. Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsak, reklamani yomoni bo'lmaydi, baribir foyda beradi. Agarda quyidagilarga rioya etsak, mijozlar bilan to'g'ri muomala o'rnatish, uni kutib olish, kuzatish, qo'ng'iroq qilish va shunga o'xshash xizmatlarga rioya etsak. To'ppa-to'g'ri. O'sha Alisher akam aytgandek, qarz ikki qo'ldan chiqish kerak. Biz jarchimiz, e'lon qilib beramiz. Tadbirkor har bir kelayotgan mijozni yaxshi kutib olib, yaxshi muomala madaniyati bilan sotuvchilari yaxshi servis ko'rsatsa, natija 2 barobar, balki undan ham ko'proq ijobiy natijaga erishsak bo'ladi. Biza gazni bosuvchi desa ham bo'ladi. Gazni bosib beramiz. Lekin tadbirkorning jamoasi tormozni bosish kerak emas-da u yerda. Mana o'zimda bo'ladigan narsada, mani domimni tagida ikkita oziq-ovqat do'koni bor. Produkt bir xil. Ikkalasida ham nima borligini bilaman men. Narxigacha bilaman. Lekin bitta do'konga kiraman. Nima uchun? Muomalasi yaxshi bo'lgan. Muomalasi yaxshiligi uchun kiraman. Garchi uni narxi arzonroq bo'lsa ham men unga kirmayman. Men nima demoqchiman? Biz qaysi do'konda nima borligini ko'rsatib beramiz. Xaridor nima borligini biladi va o'sha xaridorda sodiqligini saqlab qolish uchun qolgan hamma narsa tadbirkorni, sotuvchini, xizmat ko'rsatuvchini mahoratiga bog'liq. Xulosa shu. Ajoyib. Demak, reklamada ham sizni munosabatingiz birinchi o'rinda turadi. Jasur aka, yana sizga yuzlanamiz. Bu platformada boya aytib o'tganingizdek, hech qanday pul to'lash yo'q dedingiz. Rostdan ham yo'qmi yokida qandaydir mayda xizmatlar bo'ladimi? Ro'yxatdan o'tish uchun Mutlaqo yo'q. Platformamizga, ya'ni mobil ilovamizga yoki veb-saytimizga bizni umuman ekosistemamizdan foydalanish bu tadbirkorlar uchun mutlaqo bepul.
biz hech qanaqa o'qishlar uchun yoki joylab berishlar uchun yoki ularni aytaylik ularga ko'rsatadigan xizmatlarimiz uchun biz pul olmaymiz. boya to'pga chiqish dedilar, to'pga chiqarishga ham pul olinmaydi. Bu уже sotuvga kirib ketadi. Ya'ni to'pga chiqarib berishliklar, ularni savdosini qanday qilib yuqoriga ko'tarib berishliklar, bularni hammasi mutlaqo bepul. Lekin ana shunday to'pga chiqarishib, ya'ni sizni brendingiz tasavvur qiling, O'zbekistondagi eng katta brendlarning orasida turibdi. Buni badali bor, to'g'ri. Lekin sizni tovaringiz, aytaylik, misol, sizni do'koningizda 1000 ga yaqin tovar bor, 1000 ga yaqin aytaylik produkt bor, SKU bor. Bularni joylab berishlik mutlaqo bepul. Biz buni bepul joylab beramiz. Lekin produktingizni reklama qilish bu pulli. Bu to'g'ri, bu pulli. Lekin juda ko'p masalan biznes egalarimizda hozir shunaqa qo'rquv bor. Xo'p deydi, kirdim deydi, ilovangizni sketchat qildim deydi, veb-saytingga registratsiyadan o'tdim deydi. Lekin qanaqa qilib joylayman o'zi? Qaysi tovarimni joylashim kerak birinchi? Bularni hammasi mutlaqo bepul. Biz o'zimiz qilib beramiz bu narsani. Faqat tadbirkordan yaxshi taklif o'zini mijozi uchun kerak bo'ladi. Ya'ni biz uchun emas, o'zingizni mijozingiz uchun o'zingiz qancha darajada mehr ko'rsata olasiz, ya'ni foyda bera olasiz. Chunki hozir mijoz topishni o'zi oson emas. Tadbirkorlarimiz buni juda ham yaxshi bilishadi. Har bitta mijoz qadrli. O'sha cashback sistemasini yana ko'tarmoqchiman bu joyda. Tadbirkorlarimiz bor, aytadi. Xo'p deydi, men mediaga deydi, pul tikaman deydi. Mijoz oqib kelaveradi deydi. Reklamamni, aksiyamni yoki chegirmamni o'sha yerda bir marta beraman deydi. Kelgan klient menga yetadi deydi. To'g'ri, bir martaga bo'lishi mumkin, yetadi bir martaga. Men uni inkor qilmayman. Lekin o'sha mijoz qayta-qayta sizga topib keladimi? Masalan, aytaylik, konditsioner qidirgan inson qayta-qayta o'sha sizni do'koningizga qidirib kelyaptimi? Yoki pijak, temas ko'tarildi, Alisher akamdan pijak qidirgan inson yana qaytib sizni do'koningizga pijak qidirib keladimi? Yoki ertaga boshqa do'konga ketib qoladimi? Bu уже cashback sistemasida aniq bo'ladigan narsa. Ya'ni siz o'zingiz berayotgan foizingizni yoki foiz demaylik, cashbackingizni mijoziga qaytarib berayotgan pulingizni qay darajada yuqori qilishligingiz bu siz mijozingizni yana o'zingizga qaytib kelishingizni ta'minlaydi. Qo'rquv bor. Endi bu masalada men savolni berish imkoniyatini sizdan olib men o'zim bermoqchiman. Alisher aka, sizga yuzlansak, nega juda ko'p tadbirkorlarda shunaqa qo'rquv bor? Nega men mediamni o'zidan aytaylik foydalanaydi, mijozga cashback bermay, cashback beraman, yana shuncha mediaga pul tikib qo'yib, yana shuncha cashback ham beramanmi deb qolishadi-da bizga. Biz bu narsani tushuntirishga harakat qilyapmiz. Bizda moliya bo'limi bor, buxgalteriya bo'limi bor, savdo bo'limi bor. Mana Alisher akam, Farruh akamga o'xshagan yaxshi ekspertlarimiz bor. Bular orqali tadbirkorlarga tushuntirishga harakat qilyapmiz. Bu qay darajada muhimligini. Bu joyda Alisher akamning fikrlari menga juda ham qiziq bo'lardi. Nega tadbirkorlarda shu qo'rquv bor va bu qo'rquv asoslimi? Agar biz xato qilayotgan bo'lsak. Biz xato qilmayapmiz. Tadbirkorlar shunchaki tushunmayapti cashback so'zini o'zini. Keyin ular bir inglizcha gap bor, retention degan, mijozni ushlab qolish degan gap bor. Bu narsaga ham urg'u berishmaydi. Ularga kimdir miyasiga singdirgan, qamrov ko'paytirgin degan. Axlat. Yangi mijoz olib kelur, yangi mijoz olib kelur, eskilari qolib ketursin degan. O'zbekistonda shunday o'zi anaqasi biznesmenlarning aksar 99% balki shunaqa ishlaydi. Reklama blogerligi nima mana reklama постоянный blogerligi, reklama bat sohasi qanaqa ishlaydi, to'g'rimi? Domini o'zgartiradi, yangi mijozlarni jalb qilishni boshlaydi, ya'ni eski mijozlarni ushlab qolmaslikka harakat qiladi. Qo'ng'iroq chiqmaydi ham, qanaqa bo'ldi o'zi, feedback nima bo'ldi, keling sizga bu safar bonusli qilib beraman degan joyi, chunki mana buni ham yechadi, ya'ni og'ziga ham, og'ziga solmoqchi bo'ladi. Ha? Nafaqat 5 ta qo'lni, balki batinkasini ham og'ziga sovormoqchi bo'ladi. Endi 5% bu qanaqa summa? Kichkina summa. Endi 5% biz hozir katta kategoriyalarni aytyapmiz. Bizda kichkinaroq foizli cashbacklar ham bor. Cashbackni nimaligini tushuntirishda ko'p qiynaldik o'zi. Cashback bu nima? Foizmi deyapti bir xil yil. Qanaqa foiz bu? Ano ustama olasizlarmi deyapti. Bankka o'xshab deydi. Halol emas deydi. Halol emas. Biza keyin bitta so'z o'ylab topdik. Usluga degan so'z aytsak, shunda tushunar ekan. Usluga, mana pul o'tqizdingiz. Uslugasi bor-ku deyapman, foydalanasiz-ku deyapman. Ha, deyapti. Xo'p.
keyinchi deyapti. Mana qanaqadir bir odam sizga nimanidir olib kelib berdi. Unga pul berasiz-ku, to'g'rimi? Dastavkaga. Ha, usluga. Bizani ham usluga. Biz sizga tovar olib kelyapmiz, mijoz olib kelyapmiz. Faqat bu uslugamizga bizga beryapsiz. Biz buni mijoz bilan bo'lishishga ruxsat bering deyapmiz. Bu siz qalbsiz bizga berib qo'ydingiz bu pulni deyapmiz. Shunday. Biz mijoz olib kelib bu karvonimizda turibdi. Biz sizni prosta kursga qo'yyapmiz. Kursga qo'yib qo'yyapmiz. Bu puldan mana buncha qismini biz mijozingizga beraman demoqchimiz. Shunda tushunyapti. Sizlarga shundoq ham to'layapman deyapti mijoz olib kelganinglarga. Sizlar bundan yana o'zimni mijozimga ham berar ekansizlar deyapti. Dedik. Endi tushunarli deyapti. Yana bitta tadbirkorlarga eng qimmatli bo'lgan, oltindan ham qimmatli bo'lgan ma'lumotni aytib o'tmoqchiman-da. Mijoz keldi, sizni do'koningizdan suv xarid qildi. Chekni oldi, mumkin mobil ilovasidan skaner qildi, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha mukofot pulini oldi, mehrini oldi. Siz kimsiz, ism familiyangiz nima, telefon raqamingiz nima, hammasi bizni bazada saqlanib qoladi va xaridorniki saqlanib qoladi. Siz ertaga boshqa suvga chegirma bersangiz, hamyonbop narxda taklif beradigan bo'lsangiz, biz unga push location deydi, SMS yuboramiz yana. Nozimaxon yo Lobarxon Jasurbekning do'konida yana boshqa suvlarga ham hamyonbop narxlarda chegirma ketyapti deymiz. Bu sizga bir marta kelgan mijoz, sizni haqiqiy mahsulotingizni xaridoriga yana biz ayta olamiz. Yana Lobarxon do'koniga borsang, bundan ham yaxshi takliflari bor deydi. Bitta olib qaytib ketmaydi va tadbirkorlarga yana bir marta yuzlanamizki, har bitta mumkin kompaniyasiga ulangan tadbirkor qanaqa chegirma berishdan qat'iy nazar, qanaqa maxsus taklif berishdan qat'iy nazar, biz bugungi kundagi foydalanuvchilarimizga SMS xabar yuboramiz. Bugun falon bozorda, falon do'konda mana shunaqa mahsulotlariga shunaqa maxsus takliflar ketyapti. Boya top degan narsani aytib o'tdim, siz yana ko'tardingiz. Ilovada ikki xil top bor. Kompaniyani topda turishi bor, mahsulot topga chiqishi bor. Mahsulot topga chiqishi u foydalanuvchilarni o'zi topga chiqaradi. U mutlaqo tekin. Bitta produkt, bitta mahsulot topga chiqdi. Bu tekin. Bunga qancha ko'p qiziqish bo'lsa, u mahsulot topga chiqadi. Bu mahsulotga kirsa, kompaniyangizga avtomatik o'tadi. Lekin kompaniyani o'zini boshqa kompaniyalardan yuqoriga chiqarib topga olib chiqib qo'yish bu alohida sotuv hisoblanadi, uni to'lovi bor. Lekin oddiy kompaniya sifatida kirib kelish mutlaqo tekin. Bu dizayner xizmati bor, mahsulotlarni joylash, moderatorlar xizmati bor. Borib u produktlarni joylash kerak bo'lsa, o'zlariga admin panel beramiz, o'zlari xohlagan paytida yangi takliflarini joylay oladi. Hech qanaqa to'lovsiz. Juda ajoyib. Farruh aka, Alisher aka hozir suv-pu, choy-poy to'g'risida gap ketyapti-da. Jasur aka, bu platforma o'zi kimlar uchun? Platformamiz xorika sohasidagilar, klinika sohasidagilar, kiyim-kechak sotuvchilar, umumiy olganda haligi qisqa qilib javob beradigan uchun hamma uchun bu. Juda zo'r. Sizda qanday tadbirkorlik turi mavjud bo'lsa, buni hammasidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni buni ichiga servis sohasi bo'ladimi, produkt sotish sohasi bo'ladimi yoki boshqa xorika bizneslari bo'ladimi, har qanday turdagi biznes egalari uchun bu ochiq platforma hisoblanadi. Sharti bor, maxsus taklifi bo'lishi kerak xalq uchun. Xalq uchun maxsus taklifi. Istalib buxgalter bormi? Kirsin. Buxgalter firma. Operatorlar mana olishyapti, qo'yinglar. Bugun shartnoma qilib ketsangiz bo'ladi. Bepul nimasidan qo'rqasiz? Turadi, kimdir mana shunaqa syomka qilmoqchi bo'lsa, sizlarga chiqadi. Faqat maxsus taklif qilib berishinglar kerak bo'ladi. Bizani mumkin obunachilari uchun, masalan. Yanada qisqaroq qilib aytganda, qonunda va dini islomda taqiqlanmagan har qanday mahsulot va xizmat turlarini joylashtirib sotsa bo'ladi. U mahsuloti bo'ladimi, xizmat turi bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, halolmi, qonunda taqiqlanmaganmi, maxsus taklifi bormi, mumkinga murojaat qilsin. Maslahatlashamiz, hamkorlik tayyormiz. Masalan, menda ikkita farzandim bor. Yaxshi bog'cha qidiraman. Bunda sizlarda ham topsa bo'ladimi bog'chalarni? Albatta. Qancha bog'cha kerak? Qancha maktab kerak? Bor, xolasangiz arab tiliga ixtisoslashgan, xolasangiz ingliz tiliga ixtisoslashgan,
maktab desangiz maktab, bog'cha desangiz bog'cha, hammasi bor. Bemalol. Agar siz yonida bozorchasi bo'lsin desangiz, undaqasi ham bor. Mana ko'rdingiz do'stlar, bu platformadan nima kerak bo'lsa barchasini topsa bo'ladi. Bu platformaga kirmoqchi bo'lsangiz, mana shu video ostidagi havola orqali ilovani yuklab olsangiz bo'ladi. Jasur aka, o'zi mumkinni bir tarixi bormi? Tarixi juda ham ajoyib. O'zim tadbirkorlik sohasida ancha yillardan beri faoliyat ko'rsataman va ko'p safar qilaman. Safarlarimda mana o'zinglar ham safarda bilasizlar, do'st birodarlar, qarindosh urug'lar, hammaga nimadirlar kerak bo'ladi. Menda qiyinchilik bo'lgan joyi shunday iboratki, har bitta safar qilgan davlatimdan o'zini maxsus bir o'sha davlatga tegishli bo'lgan narsalarni zakaz qilishardi. Ya'ni aytaylik, o'sha talab qilishardi, olib kelgin deb. Uning ichida Rolex'i bormi? Uning ichida aytaylik o'sha qimmatbaho bir atirlar bormi yoki kiyim-kechaklar bo'ladimi yoki tabobatga doir bir dorilar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Men o'sha davlatda doim qiynalardim. Sababi yoki mo'llarga borib qidirishingiz kerak, yoki internetda ancha muddat o'tirishingiz kerak, qidirishingiz kerak u narsani. Lekin olib kelishingiz kerak. Bo'lmasa qaytish iloji yo'q. Mana shuning uchun bir oxirgi safarimdan qaytib kelganimdan keyin bu yerda bir jamoamiz bor, biz yaxshi ukalarimiz IT sohasida juda ham yuqori bir darajalarga erishgan. U bolalarga taklif etdim. Shunaqa muammoim bor. O'zbekistonda ham shu muammo bor ekan. Shuni boshlasak bo'lmaydimi degan bir qisqacha bir shuni tarixi shundan boshlangan. Mana bugun 5-iyun bo'ladigan bo'lsa, bu bizni 1 yilligimiz desak bo'ladi. Bu aytaylik fikrni o'tirib muhokama qilganimizga ro'parasi bugun 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida shuncha 1 yil yutuqlarga erishdik. muhokama boshlaganimizda 1 yil bo'ldi, lekin bizni bozorga, ya'ni O'zbekiston bozoriga o'sha startap tili bilan aytganda MVP darajasi deydi. MVP darajasi bilan kirib kelganimiz bu sentyabr oyining oxiri oktyabrlarga to'g'ri keladi. Va bu qisqa muddatda 6 oylik, 9 oylik muddatda bu hozirgacha bo'lgan natijalarimiz. Bundan buyog'iga shu xalqimizni xursand qilamiz deb ham xalqimizni, ham tadbirkorlarimizni oradagi shu bir yaxshi bir vakil sifatida ularga ham, bularga ham foydamiz tegadigan bir yaxshi bir kompaniya sifatida tanilishni niyat qilganmiz. Rahmat. Sizlarga rahmat. Alisher aka, Farruh aka, Jasur aka, mumkinni kelajagini qayerda ko'ryapsizlar? Mumkinni kelajagini birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasining har bitta bir aytaylik joyiga, har bitta bir burchagiga borish niyatimiz bor. Bu 2026-yilni oxirigacha qo'yilgan planlarimizdan bittasi. Undan keyin esa shu arab davlatlari, Turkiya va shu turkiy tilda gaplashadigan davlatlarga birinchi navbatda chiqishni niyat qilganmiz. Chunki bu muammo asosan shu davlatlarda hozir juda ham bir globalniy muammolardan bittasi. Shu bozor qiymati bo'yicha aytadigan bo'lsak, shu davlatlarga keyingi 2 yillik 2-2,5 yillik planimiz shular bo'lib turibdi hozircha. Endi bizni rejamiz bo'yicha 2 yilga bormasdan ham chiqishimiz kerak. Hozirgi tempda ketadigan bo'lsak, xudo xolasa undaqa ko'p vaqt kerak bo'lmaydi. Bizga birinchi o'rinda baribir insonni o'zini oilasi qo'llab-quvvatlaydi-yu. Bizni o'zimizni yurtdoshlarimiz qo'llab-quvvatlash kerak. Har bir yurtdoshimiz mumkindan foydalansa, har bir tadbirkor mumkindan manfaat ko'rsa, biz ertaga boradigan joyimizni eshigini qo'rqmasdan taqillatib kira olamiz. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, mumkin arab davlatlarida, mumkin Yevropada, mumkin Amerikada borganinglarda mumkindan foydalanib, maxsus takliflarni, chegirma aksiyalarini ko'rib, oilalarga, yaqinlarga sovg'a olib kelsanglar, yo borganda o'sha yerda eng yaxshi takliflardan, xizmat ko'rsatishlardan foydalansanglar bo'ladigan ilova bo'ladi. Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz? Brend degani bu o'zi va'dani ustidan chiqish deganda.
va shuni tarafdorimanki va shuni o'zi yigitlarimiz jamoa bilan ham shuni kelishganmizki, nimaki qilsak mijozni rozi qilib qilaylik deganmiz. Doim suhbat davomida ham rozimisiz degan so'zni o'zi bilan kifoyalanmaylar deganman. Roziman deydi, birdan 5gacha deb so'raylar deganman. 5 desa ham shuni 10 qilish uchunchi deb so'raylar deganman. Maqsad bu mumkin brendi, kompaniya o'zi bir ekosistema bo'lishi, mana Jasur aka aytganlaridek, Farruh aka aytganlaridek, global nuqtai nazardan ham masshtabga chiqishi va yakunida mijozlarga qaratilgan servisi bo'lishi. Mijozlarga qaratilgan servisli kompaniyalar bor va mijozga qaratilmagani bor. Biza aynan mijozlarga qaratilgan servis, ularni qalbi nima istayotgani, mana bog'cha deyildi, to'g'rimi? Bog'cha ham mujassam bo'lsin. Mayli maktabda mujassam bo'lsin. Qolaversa, chet eldagi bog'chani aytsin, o'sha ham mujassam bo'lsin. Arab davlatlariga haligi Turkiya deymizmi, qat deymiz. O'sha o'zbek xalqi boradigan barcha mamlakatlarda ular istagan narsalar yoki xayoliga hatto keltira olmagan narsalar ham bir platformada mujassam bo'lishini tarafdorimiz va shuni kelajakka maqsadlarimizdan biri qilib qo'yganmiz. Demak, Jasur aka, Farruh aka, Alisher aka juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Atroflicha javoblarni oldik va tadbirkorlarga ham manfaatli bo'ladigan bo'ldi. Aziz tadbirkorlar, o'zingizni savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring va bizni mutaxassislarimiz savollaringizga atroflicha javob berishadi. Kelganingiz uchun barchangizga rahmat. O'zi mana shunaqa yig'ilib tursak bo'lar ekan. Katta rahmat sizlarga ham. Shuncha va'dam berdi, endi ishga qaytamiz endi. Mana shu deyilamiz.